Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmi o'g'lim? Rahmat aka, o'z tinchmisiz? Sizlarni mijozlaringman. Yenshin nimasmi bu? Ha, shunaqa aka. Eshitaman. Salomat bo'ling. Men o'tgan safar sizdan yenshin olgandim-da. Aha. Ana shunda yana bir pachka hali tilla rangidan jo'natib olasizmi aka? Bo'ldi aka. Qayerga chiqargandik? Farg'ona viloyati Bo'yji tumani. Nega boqishmoqda? Hasanxon Tasir aka. Bo'ldi aka. Esladim gap yo'q. Aka, nima bo'ldi? Yana qaytadan olyapsiz? Tinchlikmi? Foydasini sezdingizmi? Nima bo'ldi? Juda foydasini sezdim. Rahmat. Mana qandagi sahrlar bor edi, dalinalar. Aha. Shu oyoqlarda og'riq, kechki uyqular bezovta edi. Ha, uyqu yo'q edi. Ha, uyqular yo'q edi. Endi hozir 3 tasini ichib qo'ydim. Bittasini bitta oyimga men sovg'a qildim, sen ichganda ichib ko'rgin deb. To'g'ri. Buni ko'pchilik bilishmaydi-da aka bu mahsulot. Agar bu nima bo'lgan ekan bu? Kesishlaydi qon bu. Prostata. Ha, shu olib ketdi, prostatani ham sotib oladi, xudo xolasa bu. Prostata u juda xursand bo'ldi. U ham. Endi u hali bo'lib qolsa, u yigitga ham bitta nima qiladi, xudo xolasa. U bola o'zi nima qiladi, tugasa o'zim aytaman, tugasa aytgin dedim. Ha. Endi hozir endan o 365 bor-ku. Ha, xuddi o'shandan sotadi. Yozuv boridan jo'natsanlar ishni ichdi. Bo'ldi aka, ertaga chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Ha, ertaga chiqarib 1 million chiqarib yuboraverim. Bo'ldi aka. Sizga qaytadan telefon qilyapsiz, 1 million evaziga yetkazib beramiz sizga. Muammo yo'q aka. Ha, shunday qilaylik. Qo'shopimda o'g'il imom. O'tgan safar o'g'lab qoldi. Qo'shopim. O'zimga ham chiqaveradi, o'g'ilga ham o'g'il nomini bariga hali apkeda qilgan nimangizga bergan ekan nomerini. Ha, bo'ldi. O'tgan safargi manzilga yuborsam bo'ldi-da, to'g'rimi? Ha, o'tgan safargi manzilga yuborsangiz bo'laveradi. Hozir mana oldin Yumesmada qildim, hozir Yushelda qilyapman. Ha, bo'ldi. Nargi nomerda qildim-da. Ha, bo'ldi aka. Xudo xolasa men sizdan yana qaytadan telefon qilib, manzillarni chiroyli qilib yozib olib, keyin chiqarib yuboraman aka. Hozir bitta joyda edim. Hali bir bafircha bemalol gaplashamiz aka, maylimi? To'g'ri, shu tilla rangidan oltin olinmasdan. Ha, 365 gold, shu tilla rangidan. To'ppa-to'g'ri. Tilla rangi. Idishlar, qoqoqlari ham. Ha, xuddi o'shandan sotaman pastiyalni o'zim. Xo'p, salomat bo'laylik. Xo'p aka, mayli, ishlaringizga omad, charchadim. O'zingiz chiqarsiz-da bo'lmasam aloqaga. Ha, aloqaga chiqaman, xo'p. Xo'p, rahmat. Mayli aka. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p.